100 million so'm pulni chorvaga tikkan ahmoq odam bo'ladimi yoki aqlli? Ahmoq odam shuncha pulni chorvaga tiqmaydi. Chorvaga tiqdimi, demak u aqlli bo'ladi. Aqlli odamlar esa shu ishlarni qildiradi. Tonnalab yem berib, litrlab vitamin berganingiz bilan parazitini to'kmasangiz, bergan narsangiz foydasi yo'q. Parazitni to'kish uchun immunoparazitdan. Immunoparazitdan hayvonlarning muskuliga inyeksiya qilinadi 5 kunlik interval bilan 3 marta. Har bir inyeksiyada 0.5 ml dan ko'tarib boriladi. Birinchi inyeksiyamiz 1 ml. Ichki parazitlarni tozalab bo'lgandan keyin esa ozuqasiga yaxshilab e'tibor berish kerak va yemiga esa qo'shib beriladigan narsa bu immunofor. Immunofor hayvonlarning 100 kg tirik vazniga 1 grammdan qo'shib beriladi kunda bir mahal. Buni afzalliklari hayvonning tirik vaznini ortishi, ishtahani ochishi va hozirgi kunda eng global muammo hayvonlardan yog' ko'p chiqishi. Hayvondan ajrayotgan yog'ni 30-40% gacha kamaytiradi va ortiqcha yog'larni go'sht orasiga yo'naltirib beradi. Immunoparazitdan to'g'ri foydalanib, ozuqasiga immunofor qo'shib bersangiz, har bitta boqqan molingizdan yaxshigina foyda olasiz va bu videoni bo'rdoqiga boqa boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ysangiz, ular ham bilib olishadi.